Men sizlarga hozir bitta ma'lumot beraman. Bu ma'lumot butun boshli korxonangizdagi muammolarni yechib yuboradi. Ko'pgina korxonalarda kommunikatsiya xatoligi tufayli xodim rahbar tushunmaydi, rahbar xodimni tushunmaydi. Ya'ni birov bir ma'lumotni chala yetib borishi, noto'g'ri tushunishi evaziga. Shuning uchun korxonada kommunikatsiyaning yaxshi bo'lishi uchun siz o'zingizga maxsus chat hosil qilishingiz kerak. Barcha og'zaki telefon orqali aloqalarni 90-95% yo'qotishingiz kerak bo'ladi. Qanaqadir ekstern holatlarda telefon yoki SMS yoki og'zaki holatni yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Va shunda barcha narsa bitta chatda bo'ladi, hamma ko'rib oladi, hamma uchun shaffof bo'ladi. Hech kimdir bunaqa ekan, unaqa ekan deb gap tarqata olmaydi. Hamma ko'ra oladi va keyingisi o'sha beriladigan xabarda standart bo'lishi kerak. Qanaqa yozilishi kerak, nimalar bo'lilishi kerak, nimalar aytilishi kerak, nimalar belgilanishi kerak, nimalar ta'kidlanishi kerak. O'sha narsa bo'ladigan bo'lsa, hamma xabarni bir xil o'qiydi, bir xil tushunadi, bir xil anglab yetishga harakat qiladi. Bunaqa ma'lumotlarni profilimda ko'p berib boryapman. Shunaqa texnika, ma'lumotlar, foydali insatlarni ko'rish uchun bitta profilimga kirib, mazza qilib tomosha qilishingiz mumkin.